Yo, salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugun videorolikimizda Rodani 8-qismida tomosha qilamiz. Qani go. La'nati. Mani topdi. La'nati. Ana yetib keldik. Birinchisi ketdi. Ikkinchisi ketdi. Ay. Oy. Qanday yaxshi. Yaxshi. Aytgancha. Mahkamadan nima so'ramoqchi edik? Hamma mayli. Chaqab ketdim. Suv bering. Chaqadim. Suv bering. Chaqadim. Chaqadim. Tushunmadim. Denzi. Men uyimda nima qilyapsan? Nima seni men olib keldimmi? Esla olmayapman. Bo'shaldim. 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 Bir narsani sezib qoldim. Mahkamani sevib qolibsanmi? Boshim aylanib ketyapti. Obbo, nega hammaga shu yalmog'izni yaxshi ko'rasiz? Ko'ppakdagi ortidan yugurasizlar-a? Fu, miyasiz hayvonlar. Denzi. Hoy, Denzi. Qorning ochdimi? Nonushtaga ketdik. Bunday go'zallikka qarab nonushta qiliroqdek tuyularkan. Menga qara, Denzi. Kecha biroz ko'proq ichib qo'yibman shekilli. Senga tegajonlik qilmadimmi mabodo? Hech nima bo'lgani yo'q, xavotir olma. Men o'zimni mahkama uchun asrab turibman. Tushunarlimi? Vo, buni qarang-ku.
Yosh bolani zo'rlaganim uchun qamoqqa tushmayman, ura. Oh. Biram g'alati bo'lasanki, Denzi. Bunday uyatli tundan keyin odatda yigitlar uyalgandan qochib ketishadi. Ha? Nega ketishim kerak? Bu yerda ham nonushtalar mazali ekan. Demak, Makimani qattiq sevib qolibsan-da. Juda ham. Inson sifatida rasvo bo'lsa hammi? Sevgini ko'zi ko'r. Shunday degin. Unda kel. Seni Makima bilan yaqin bo'lishingga yordam beraman. Rostdanmi? Hazillashmayapman albatta. Kel, sen bilan sirli shartnoma tuzamiz. Men seni Makima bilan birlashtiraman. Sen esa meni Aki bilan. Akini o'zi nimasi yoqadi? Yuzi. He. Ha. Kelishdik. Men roziman. Bir-birimizga yordam beramiz. Kelishdik. Unda bugundan boshlab seni rahbaring emasman. Yaqin do'st bo'lamiz. Ba'zida nonushtaga kelinglar. Yarim iblis va Akini ham olib kel. Makimani ham chaqirsakmikan? Kyotogacha hali ancha yuramizmi? Taxminan 1,5 soat. Unda tushlikka biror nima sotib olish kerak. U yerda sizni biznes lanch kutyapti. Hozir umuman farqi yo'q. Juda ham och qoldim. Kyotolik bir gala ahmoqlar bilan ko'rishgim kelmayapti. Ular biram mijg'ovki. Men esa ularni deb asabimni ketkazganim qoladi. Kechagi ichimlik juda ham mazali edi. Бля. Бля. Va guruh qabul. Hammasi tayyor. Nima bo'ldi? Пидорасlar, сука, долбоёб ебаный, блин. Бля. Ha? Harom. Bu nima noz edi? Nima tushunmaydigan darajada ahmoqmisan? Bu mushaklarning ovozi-ku. Bayram bo'lsa kerak. Sen ham eshitdingmi? Aytgancha, kecha hech nima bo'lmadimi? Bizning Denzi oliyjanob ekan. Qanday qilib bu lag'monni yeyapsizlar? Mazasi sizga yoqyaptimi? Sen kimsan? Menga esa ta'mi yoqyapti. Zo'r-ku. Men bilan bunday gaplashadigan kimsan o'zi? Menimcha sen ta'mlarning farqiga bormaysan. Hayratlanarli joyi yo'q. Agar yoshlikdan bir-biriga o'xshagan narsani yeyaversang, yaxshini yomondan ajrata olmaysan. Menimcha bu katta fojia. Men esa bundan baxtiyorman. Balkim ketarmiz. Mening bobom mehribon qalb sohibi bo'lgan. Restoranlarga olib borgan, mazali taom olib bergan.
Ha, u albatta yakutsa bo'lgan, lekin adolatli bo'lgan. Kerakli yovuzlik menimcha. Bobom aynan shunday edilar. Ayol va bolalarni ham bor yo'g'i ozginasini o'ldirgan menimcha. Pul va narkotikka u menga istaganimni olib bergan. Olamdagi barcha uni yaxshi ko'rgan. Haqiqiy Tokiolik. Denzi, sen ham uni yaxshi ko'rganmiding? Oy tentak, o'zingdan o'zing nimalar deyapsan? Sizlar tanishmisiz? O'q otish iblisi seni yuragingni olishni xohlaydi. Yordam ber. Aki Hayakawa. Bu safar og'zimga qanday mavjudot yubording? Na inson u va na iblis. Power, Himenani qon ketishini to'xtat. Bu muhimi? Hozir. 3 Hozir. 2 Hozir. 1 Bir amayyor narsang bor ekan. Jinarsin, uni tezroq gumdon qil. 0. Himenaning ahvoli qanday? Uni tezlik bilan shifokorga olib borish kerak. Bu ablah bizga to'pponcha bilan hujum qildi. Uni faqat politsiyachilarga va ovchilarga berishadi. O'q otish iblisi seni yuragingni olishni istaydi. Xo'p, mayli. Himenani shifoxonaga olib borish kerak. La'natlar iblisi. Ushbu mix bilan bir necha marotaba yaralasang, o'ljang o'ladi, to'g'rimi? Harakatlaring yengil va mahoratli ekan. Sen endi kim bo'lding? U bilan birgamisan? Nega yutqazding? Xato qildim. Men xato qildim. Xatoyini tuzat va uni o'ldir. U hali tirik. Ovchilar kiyimi mustahkam bo'ladi. Uni o'ldir. Men o'ylaman, Akiga yordam berishing kerak. Ilojim yo'q. Uni harakatini hatto ko'rganim ham yo'q. Arvoh. Yo'q. Bu la'nati qiz meni qo'rqityapti.
Senga borimni beraman. Evaziga bor kuchingni menga ber. Aka ko'z yosh to'ka oladi. Ko'p ovchi sheriklari o'lavergandan yuragi qotib ketgan. Lekin Akini yuzida doim yosh tayyor. U mashq qildirgan yangi ovchilar o'lganda burchakka berkinib yig'lardi. Dunyodan ko'z yumganingda ordingdan yig'lab qolganlar bo'lgani qanday yaxshi. Qutqar meni! Aka, sen yashashing kerak. Men halok bo'lganda esa meni eslab ko'z yosh to'kkan. Ilon, uni yetib yubor. Yo'qol. Sizlar bilan Aydab guruhi bo'ldi. Ovoz berishda Romaray, Mahsuma, Izzat, Farruh. Pиздец seriyasi bo'ldi, короче. 8-qism. Videoga ko'rishguncha xayr.